İbrahim aka hali aytdimki, shu chin ma'nodagi ziyoli edi-da. Ziyoli kim o'zi? Ziyoli o'zining dunyosida yashaydi. Ziyoli o'zini ko'p ham oshkor qilmaydi masalan. U o'zining yurak dardini aytishga, so'zlardan bir guldastalar tuzishga, fikr ustida ishlashga o'rgangan odam. İbrahim aka bir qarashda oddiy, bir qarashda juda kamtarin, kamsuqum masalan, sokin hayot kechirdi. Men shuncha yil ishlab, u kishi bizni gazetadan keyin Milliy tiklanish gazetasini tashkil etib, yangi partiyaning nizomini, uning haligi kurash yo'llarini, masalan, milliy tiklanish degani nima o'zi? Milliy mafkura degani nima o'zi? Shular haqida bosh qotirdilar, birga ishladik. Lekin u kishi shuncha bilim bilan, shuncha tajriba bilan biror joyda o'zlarini to'la namoyon qilmaganlar. Sekin ishlardilar.